Yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimi izchil takomillashib, har bir bolaning baxtli va sog'lom kamol topishi uchun barqaror shart-sharoitlar yaratilmoqda. Chortoq tumanida joylashgan maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 34-sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasi ham ana shunday imkoniyatlardan bahramand bo'ldi. Keskanyor mufida joylashgan Kelajak yulduzlari nomli 34-maktabgacha ta'lim tashkiloti 2020-yilda investitsiya dasturidan chiqqan bo'lib, 100 o'ringa mo'ljallangan. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 134 nafar tarbiyalanuvchini o'z bag'riga olgan. Mazkur bog'chada davlat mablag'lari hisobidan 3 milliard 600 million so'm mablag' yo'naltirilib, zarur ta'mirlash va jihozlash ishlari amalga oshirildi. Bog'cha guruh xonalari zamonaviy, yorqin va xavfsiz jihozlar bilan to'ldirildi. Har bir bola uchun shinam uxlash va o'yin joylari, ta'limiy burchaklar tashkil etildi. Yangi qurilgan o'yin maydonchalari va qulay obodonlashtirilgan hovli bolalar uchun ko'ngilochar, bir vaqtning o'zida rivojlantiruvchi makonga aylandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ingliz tili to'garaklari, musiqa, sport to'garaklarini tashkil etganmiz. Albatta, bu farzandlarimizni kelajakda vatani uchun o'z hissalarini qo'shib rivojlangan yetuk farzandlar bo'lib yetishishda xizmat qiladi deb o'ylayman. Mazkur tashkilotda faoliyat olib borayotgan tajribali tarbiyachilar bolalarning dunyoqarashlarini kengaytirish, odob, axloq va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishmoqda. 30 nafar xodimlar ishlab kelishmoqda. Bulardan 9 nafari oliy ma'lumotli va qolganlari texnik xodimlarni tashkil etadi. Ma'naviy-ma'rifiy mashg'ulotlar orqali bolalarda mustaqil fikrlash, o'zini tutish madaniyati va ijtimoiy ko'nikmalar bosqichma-bosqich shakllantirib borilmoqda. Yeşil, bastır kızıl belvağı, shuning uchun chiroyli O'zbekiston bayrog'i. Yaratilgan yangi imkoniyatlar mahalla ahli va bolalarning ota-onalari tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olindi. Ular farzandlari shunday zamonaviy va qo'llab-quvvatlovchi muhitda tarbiya ko'rayotganidan xursand. Ota-onalar o'z minnatdorchiliklarini bildirib, bugungi islohotlarning samarasini hayotda his etayotganini ta'kidlashmoqda. Bunday sharoitdagi maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlab kelayotganimdan juda ham xursandman. Buning uchun shukronalik bildiraman. Albatta, pedagog jamoasi hamda o'zim ota-onalar nomidan yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Chortoq tumanidagi 34-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yaratilgan qulay va ilg'or muhit mamlakatimizda ta'lim sohasiga berilayotgan katta e'tiborning amaliy ifodasidir. Bu kabi sharoitlar farzandlarimizning sog'lom va barkamol avlod bo'lib voyaga yetishlariga xizmat qiladi.